Biz unday mayda chuyda qilib yotmaymiz. 10%, 5% deb. Mashina xarid qilasiz 85 million so'mni bonusga olib ketsangiz bo'ladi. To'g'rimi Abdulaziz? To'g'ri aka, hozirgi kunda Kia Cerato modellarimizga salkam 20% gacha foyda bilan olishingiz mumkin. Ya'ni mashinamiz tan narxi 385 million bo'lsa, sizga va sizni obunachilaringizga 85 million foyda bilan ro'za Ramazon oyiga, ya'ni shu oyga qilib beramiz. Bonus deyapti. Bonus qilib beramiz. Shunaqa, albatta. Mashina xarid qilasiz 85 million so'm sizga bonus. Ya'ni 300 millionga tushadi bu, to'g'rimi? Shunaqa 300 million so'mga sizga tushadi. Buni 385 millionlik mashina. Nechta pozitsiyasi bor buni? Bularda 3 xil pozitsiyasi bor. Bu o'sha, xo'p, 3-pozitsiyasi ikkilik atmosferli motorligi. Buni ko'p kishi biladi, minib yurganlar. Lyuklari bor, koja salon, elektronikasida hamma funksiyalari bor bularda. Bularda ikkilik atmosferli bo'lgani uchun uncha-munchaga benzin tanlamaydi. Metan, propan bemalol tushadi. 5 yil kafolati bor yoki 150 ming kilometrga garantiyasi bor. Buni hozir necha foiz to'lab chiqarsa bo'ladi? Buni aka qarang, 30% to'lov bilan beramiz. 3 yildan 5 yilgacha olsa ham bo'ladi avtokredit asosida. Agar siz foizsiz bo'lib to'lashga olaman desangiz, mashinaning o'z narxida 385 million narxini 4 yilgacha foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. O'zim narxini qilib beramiz. 4 yil muddatgacha. 4 yil muddatgacha foizsiz qilib beramiz. Ustiga 1 so'm foiz va penya qo'shilmaydi. 0% dan bo'ladi, foizsiz. Mashinani o'zlarini nomiga chiqarib beramiz aka. Shu yoqda o'zida bitadi. Albatta, avtosalonni o'zida hujjatlarini qilib beramiz, mashinani to'lov qilib, minib chiqib ketasiz. Bu modelimizda ham eski mashina bilan almashtirish bormi? Trading xizmati albatta bor. Agar o'zingizni minib yurgan mashinangiz bo'lsa, Cobalt, Gentra, Nexia avtomobillarini olib qolamizda, o'rniga Cerato bo'lsa Cerato, K5 yoqtirsa K5, Sanit yoqtirsalar Sanit qilib beramiz. Farqi yo'q, o'zingizning eski mashinangizni olib kelasiz. Kia avtosalonni xohlagan modelga almashtirib ketsangiz bo'ladi. To'g'rimi Abdulaziz? Albatta. Yana qaysi modellarimizda bor yangiliklar? Xo'p, yangiliklar Kia K5 modeliga aka, hozirgi kunda bunga ham shu oy Ramazon oyiga yaxshigina skidka ketyapti. 500 millionlik mashinaning tan narxida. Hozirgi kunda xohlang buni siz 4 yilgacha buni ham foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz ham bo'ladi. Keyin 75 million foyda bilan olsangiz ham bo'ladi. 75 milliongacha buni narxidan ham o'tib beramiz. Ya'ni 15% foyda bilan olsangiz bo'ladi. Buni ham xarid qilasiz 75 million bonus sizga. Shunday. Bu K5 da yana 6-pozitsiyasi, 2 turbinali motorlida bular. Bu shunaqasi. Palas udrjeniya, avtotormozlar hamma qulayliklari bor. Faqat olib minish kerak bo'ldi aka. Haqiqatdan ham. Nima komfortligi bo'lsa, hammasi shunda bor. O'zi nechta puldan boshlanadi bular? Bular 380 million so'mdan boshlanadi, 540 million so'mgacha. Bu endi 6-pozitsiya 499 million 900 narxi. Necha foiz to'lab chiqarsak bo'ladi hozir? Hozirgi kunda eng kamida 25% dan boshlab 30%, 40% qancha yuqoriroq to'lov bilan olsa yaxshi bo'ladi. Eng kamida 25% bilan qilib beramiz. Farqi yo'q, yo ish haqqi talab qilinadimi? Yo'q, ish haqqi so'ralmaydi, bitta pasport va boshlang'ich to'lov evaziga qilib beramiz. Kim xohlasa kelib xarid qilsa bo'ladi. Ish haqqi kerak, kafil kerak, unaqa narsa yo'q, unaqa narsa shart bo'lmaydi. 25% ni to'lov qiladilar, mashinani darrov qilib beramiz, minib ketadilar, o'z nomida bo'ladi. Foizsiz esa foizsiz, va agar katta chegirma bo'lsa, katta chegirmada ham qilib beramiz. Shu yerda o'zida hammasi bitadi. Albatta aka. Bir salon ichini ham ko'raylik. Albatta, kelib ko'rishingiz mumkin. Kuzatuvchilarimizga ko'rsataylik salon. Shunday. Buni ko'p kishi panorama yo'q deb o'ylaydi. Bularda hozirgi kunda hammasida hozirgi kunda panorama tomlari bor. Birinchi pozitsiyada ham bormi panorama? Birinchi pozitsiyada kichkina lyuk bo'ladi. Qolgan pozitsiyalarda esa panorama tom bo'ladi. Bular hozir 5-pozitsiya-ku. 2-, 3-pozitsiyalarda ham xuddi mana shunaqa panorama tomlari bo'ladi o'zida. Va shaybali bo'ladi, ko'rib turganingizdek, ichi juda keng. Palasa udrjeniya, avtotormozeniya, head-up display, hamma qulayliklari bor o'zida. 2 turbina motor 240 ta ot kuchiga ega. 5 yil kafolati bor yoki 150 ming probeg, bunga ham kafolat garantiyasi bor. Bunga ham gaz qo'ysa bo'ladimi? Albatta, bemalol gaz qo'ysangiz bo'ladi. O'zini rasxodi qancha? Rasxod aka 7.2 litr yuziga rasxod qiladi. Endi shahar ichi 7.5-8 gacha boradi. Danligi aka 6 litr, 6.5 o'shangacha rasxod qiladi. Ancha ekan, ekan o'zi gazni hojati ham yo'q. Shunaqa aka. Uncha-munchaga injiq motor emas aka. 5 yil garantiyada turibdi misol uchun mashina. Va yana bir tomonda boshqa modellarimiz ham bor. Uni ham obunachilaringizga ko'rsatsangiz, yuringchi, ularni ham bir yana yaxshi bo'lardi. K8 kelgan, yangilangan versiyasi.
K8 ha, yangilangan versiyasi. Buni O'zi- ham aka 24 oygacha o'z narxida bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Buni ham Foizsiz bo'ladi. Mashinani ham o'zingizni nomingizga o'tkazib beramiz. 24 oy hech 24 qanaqa oy. foiz talab qilinmaydi. Foiz penya talab qilmay 24 oy, 22 oy qilib beramiz. Narxi qancha buni Bu tan narxi? 790 million so'mligi K8 ko'rishingiz mumkin. Ichlari polностью bejiy salonda. Sidinlarni yaxlatadi, isitadi, sidin massajlari ham bor, rollar elektronik boshqarilib yopiladi. Podstakanniklar tomonda aka ikkitalik беспроводной zaryadchiklari bor. Funksiya juda ko'p, qulay, aqlli mashina. Buni nechta pozitsiyasi bor? Buni hozirgi kunda ikki xil pozitsiyasi bor. Hop, 870 millionga, keyin bu bor. Bu ikkinchi pozitsiya. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Eng Bu fulli birinchi deyapti. pozitsiyasi. Ha, Yo'q, bu bu birinchi. birinchi pozitsiya. Bunda bitta yuqori pozitsiyalari ham bor. Haqiqatan ham juda chiroyli qilib ishlangan. Shunaqa dizaynlar chiroyli. O'zida multimedia sistemalar, funksiyalari juda ko'p aka. Hamma komfortligi bor. Shunday. Hamma narsasi bor. Bunga alohida bunaqa qo'yish kerak, unaqa qo'yish kerak deyish shart Nima- emas. O'tirib minasiz bo'l, boshqa hech narsa qo'ymaysiz. Haqiqatan ham kelasiz, xarid qilasiz, faqat minib yurasiz. Hech qanaqa ortiqcha rasxoti yo'q, xarajat Keyin yo'q. ko'p kishi Kia Sorento so'ragandilar. 26sidan qachon keladi? Kia Sorento 26 restyling modelimiz albatta keldi. Buni ham ko'ring. Yillari 26. Bularda 2.5lik atmosferli motor bo'ladi. Bu yangilangan versiya. Yangilangan versiyasi oldi dizaynlar bir xil deyarli, ichkarida funksiyalar ko'proq qo'shilgan. Rollarida o'zgarish bo'lgan, skorsichaklarda o'zgarish bo'lgan. Bu 651 million 900 ligi. Nechta pozitsiya bor bunda? Bunda 4 ta bor, 771 million so'mgacha bor. Bu hozir nechinchi pozitsiya Bu dedingiz? ikkinchi pozitsiyasi Comfort 7 mestaligi ko'rishingiz mumkin. Panorama tom, rollari hozir K8 rolda juda необычный chiroyli dizaynda chiqargan va Scors oldingi double size richak edi. Buni hozir shaybali qilib, Sorento yozuvlarini yozdirib qo'yib, juda необычный zo'r ishlab qo'yilgan. Bunda ham xuddi shunaqa kafolatlarimiz bor. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyalarimiz bor. Ham buni ham oldi orqa ballonlari tortadi. Ham 4x4 tog'i toshga, cho'lga, muzga yuradigan rejimlari bor o'zida. Funksiyalar juda ko'p aka. Hamma rejimi bor. Albatta sport, eko, norma rejimlari bor. Bu tomonda mana parktroning datchiklari, kamera, podogref, rul hammasi bor aka. Беспроводной zaryadchiklarigacha mashina bor. Haqiqatan ham nima komfortli kerak bo'lsa, hammasi mana shu modelda mavjud. Albatta, Sorento 2026. Buni ham necha foizga chiqarsa bo'ladi? Buni ham 25%, 30% to'lov bilan boshlaymiz. Hop 3 yildan 5 yilgacha bemalol olishingiz mumkin. Avtokredit yoki naqd to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. 5% qilib chiqarsa bo'ladimi? Hozircha 26larga foizsiz yo'q, 25larga рассрочка bor. 2 yilgacha qilib beryapmiz. Mana yangilangan paysaga hozircha рассрочкamiz yo'q. 25 bormi bizda avtosalon? 25 bor albatta. Bor, Tashqarida ha? turibdi. Oq, qora ranglardan bormi yo'q. 25 olaman desalaringiz ham xuddi shu modelda 25-yil chiqqani versiyasi bor. Uni 5% qilib olsa bo'ladi. Albatta 2 yilgacha o'z narxida bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bemalol kelasizlar, istalgan modelni haydab ko'rib, mana shu yerda olasiz. Bemalol hammasini haydab ko'rsa bo'ladi. Albatta test drive'larimiz bor, kelsinlar, xohlagan modelda hujjat qilamiz, haydab ko'radilar. Ma'qul kelsa shartnoma qilib mashinasini topshirib beraman. Kelasizlar, istalgan modelni haydab ko'rib, o'zingizni eski mashinangizni olib kelsangiz ham, istalgan modelga almashtirib ketsangiz ham bo'ladi. Bo'ladi. Hamma imkoniyatlar aynan sizlar uchun. Shunday. To'g'rimi Abdulaziz? Albatta aka. Yana qaysi modellarimizda bor yangilik? Ketdik, Sportage modellarimiz bor. Shu Sportage ham rosa ommalashdi, juda ko'pchilik so'ragan, kommentariyaga yozgan. O'sha haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Shunday, albatta aka. Bu Sportage'da eski versiyasi ham bu. Bu Sportage eski versiyasi. Bunga ham 15%, salkam 450 bo'lsa, 50 million minus qilsak, 50, 60, 70 million foydada bu. 70-65 million foyda. Xarid qilsa bo'ladi. Shunaqa. Buni modelimizda ham xarid qilasiz. 70 million, 65 million bonusga shunday. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Buni yangilangan versiyasi ham bormi bizda? Albatta, yangilangan pozitsiyalari ham bor. Salkam buni ham hozirgi kunda 70 milliongacha foyda qilib bersak,
yangilangan paysalarga foiz anaqa skidkamiz yo'q. Lekin o'z narxida bo'lib to'lashimiz bor. Ularda ham narxi 454 dan 620 gacha bor. Bu birinchi paysa bilasiz, S25 versiyalariga hozir katta chegirma ketyapti va katta uzoqroq muddatga foizsiz berilyapti. 4 yilgacha o'z narxida buni ham bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Foizsiz. Motorlari bir xil, ular bilan farqlari old obisovkada va ichki salonda ozroq o'zgarish Sal kiritilgan. komfortligi ko'proq. Albatta, bunga nisbatan ko'proq. Hozirgi kunda shuni olaman desalar, shu oyda oxirigacha ajoyib skidkalarimiz bor, katta skidkalarimiz bor. 70 million, 65 million foyda bilan olsinlar. Yoki 4 yilga o'z narxida bo'lib berishga xarid qilsa ham bo'ladi. Bunaqa imkoniyatlar Denov Kia avtosalonida hozirgi kunda Ramazon oyiga mavjud. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Albatta, bemalol kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Agar Behruz akamiz nomidan kelsalaringiz, xudo xolasa 3 ta 4 ta ajoyib katta mashinani o'ziga bonuslar qilib beramiz. O'zingizni yana ham qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol bog'lansangiz, Abdulazizning o'zi sizlarga batafsil ma'lumot yetkazib beradi. Xohlasangiz kommentariyaga yozib qoldirsangiz ham batafsil ma'lumot birin-ketin yetkazib beriladi. To'g'rimi Abdulaziz? Albatta aka, shunday. Bizni kuzatishda davom eting, biz bilan qoling, sog' salomat.